Yaxshilik qilsangiz albatta sizga ming barobar bo'lib qaytadi. Assalomu alaykum. Hozir sizlarga dam oladigan joyi, uddar joyini ko'rsataman. Oqtosh sanatoriyasiga yetmasdan 3 etajli qurilgan mehmonxona. Mana kiraverishida 2-3 ta mashina soladigan joyi bor. Mana bu xonasi lyuks xona deyilar ekan. Bu xonasi lyuks ekan, televizorlari bor. Hammom, tualet ichida 4 ta odam kelib maza qilib olib ketsa bo'ladi. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta xona bor pastda. Standart xonalari ham 4 kishilik. Astmasi bor, allergiyasi bor odamlar shu yerga kelib bemalol toza havodan nafas olsanglar bo'ladi. Marhamat. Tashqariga qurilgan общий hammom, tualeti akkuratno qurilgan. Eng qizig'i, 3-etajga chiqib olib, toza havoda ovqat qilishi gashti o'zgachada.